tekshirish punktlarida o'tib oldik. Xudo xohlasa hammasi yaxshi, yo'limizni davom etamiz. Assalomu alaykum do'stlar. Biz Isroil davlati Yerusalim Stena Plachadamiz. Mana shu plachani ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa go'zallikka ega. Hozir barcha yahudiy ahli ibodat qilishyapti, ko'rishingiz mumkin. Hozir ichkariga qo'yishsa kirib ko'ramiz. O'tgan safar kelganimda bemalol edi. Hozir mana o'zbek milliy brend do'ppilaridamiz. Hozir ichkariga kirib ko'ramiz. Mana shunaqa kirish joylari. O'tgan safar kelganda ayollar bu tarafdan deb tushunadi. Ayollar, erkaklar adinlar kirishadi. Xuddi o'zimizda masjidlardagidek gap. Mana yahudiy ahlining eng muqaddas joyi. Mana shunaqa. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, barcha yahudiy ahli mana ibodat va ilm olish bilan band. Hozir bu tarafdagi ichkarisiga ham kirib ko'ramiz. Mana shunaqa ibodat qilishadi. Bu silkinib o'qishlar, adashmasam fikrni jamlash uchun deb tushuntirishganda oldin. Mana boshiga kiyilgan asboblar, ya'ni kasherная bo'ladi, ya'ni halol shunaqa. Ko'rishingiz mumkin, o'zbek do'ppisi milliy brenddamiz. Hech kim hech narsa degani yo'q. Bemalol videoga olib, ko'rib, ziyorat qilib ketsa bo'ladi. Mana muqaddas kitoblar, mana ilm olish uchun. Yosh bolalar ham bor, xatlar ham. Mana shunaqa Stena Plachaning ichkarigi go'zalligi, hozir tashqarini ko'ramiz endi. Hamma ibodatda devorlarda ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa xatlar, qog'ozlar, ya'ni yahudiylar o'zining niyatlarini mana shunaqa qog'ozga yozib, mana shu Allohga yetkazishadi, ya'ni shunaqa devorga qo'yib. Bu tarafdagi manzara, go'zallik. Do'stlar, Stena Plachaga bo'lgan safarimiz shunaqa bo'ldi. Kimki to'liqroq ma'lumot biladigan bo'lsa, o'z fikringizni izohlarda qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'ling, omon bo'ling.